Sardor telefon berish Instagram yutuvchilar uchun sotuvda emas bu telefonimiz. Xo'p, bu telefonimiz podpiska, pozitsiya, like, kommentariya arzondan deb ketib, do'stlarga, obunachilarga bunday qilib uzatib qo'yib ketsanglar, bu telefonimizni ilojli boricha haligi telefonga zoriqib turgan, telefon kerak bo'lgan joylari bo'ladi-ku, insonlar, odamlar bo'ladi-ku. Shunaqalarga kommentariyadan aniqlab, nima deydi? 24/7 fakti bilan borib, fakti bilan deganda endi har kuni shu o'zi ko'rib olinadi. Kommentariyadan xullas kalon kim aktiv bo'lsa, o'sha odamga shu telefonni podarka qilamiz. Juma kuni aniq qilamiz. Podpiska, pozitsiya, like, kommentariya arzondan deb ketasizlar. Endi bu to'g'risi gap, hali sotuvdagi telefon emas. Mana shu podpischilar uchun arzimagan bo'lsa ham pochtasi o'zimdan bo'ladi, yetkazib berishi o'zimdan bo'ladi. Uyini olgacha deyilmaydi, o'sha turgan joyiga, pochtaxonasiga yetkazib beraman telefonni. Besplatniy. Yetib borguncha qo'liga tushguncha besplatniy bo'ladi. Telefon umuman besplatniy, pochtasi ham besplatniy bo'ladi. Bosamiz podpiska, pozitsiya, like, kommentariya ilojli boricha aktiv bilan kommentariyadan juma kuni aniqlaymiz bu telefon egasini.